Do'stim ishlarda qandaysiz? Men yaxshi, o'zing qanday? Ma'nayim yaxshi emas. Asaga ne bo'ldi? Opam o'quvga kiruvga ruxsat bergan. Ma'nayimni tushba. Jirmimni saboqqa kiramiz. Mayli. Voy do'stim, ishlarda qandaysiz? Yaxshi jurasizmi? Yaxshi, o'zing qanday? Ma'nayim qanday? Yaxshi. Asaga ne bo'ldi? Bugun men quvonchdaman do'stim. Ne oldu? Kecha opam enalar maktabine borib, o'yib kirdi. Voy yaxshi bo'l. Endi meni o'quvga kirishimga ruxsat berdi. Yaxshi. Endi saboqda nimaga yordam berasizmi? Ova. Hozir bo'lsam saboqqa kiraylik. Mayli ketdik. Sana yordam beraman. Hozir biologiya saboqi. Ova. Thank you.